Toksikoz odatda qachon boshlanadi va qachon tugaydi? Toksikoz homiladorlikning 5-6 haftasida boshlanib, 12-14 haftagacha davom etishi mumkin, ba'zan undan ham cho'ziladi. Nima uchun ba'zi ayollarda toksikoz bo'ladi, ba'zilarida esa yo'q? Bu asosan o'sha organizmdagi hidchi gormonning o'zgarishiga bog'liq, lekin ko'p hollarda ayollarimizda uchraydigan oshqozon-ichak kasalliklari, doimiy stress, psixologik omillar ham bunga ta'sir qiladi. Toksikoz homilaga zarar yetkazadimi? Yengil darajada ko'pincha ta'sir qilmaydi, ba'zan og'ir darajalarida suvsizlanish hamda vitaminlarning organizmdan chiqib ketishi natijasida homila rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Qaysi holatda zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak? Qayd qilishlar soni 10 martadan oshib ketsa, shifokorga murojaat qilish kerak. Toksikozni dorilarsiz yengish mumkinmi? Yengil darajasiga yengish mumkin, lekin og'ir darajasiga baribir biz dorilarga murojaat qilamiz. Nima uchun toksikoz ko'pincha ertalab kuzatiladi? Chunki ertalab oshqozon bo'sh bo'ladi, qondagi qand miqdori tushib ketadi. Shuning uchun tavsiya qilamiz, o'rnidan turmasdan bir bo'lak pechenye yoki suxari yeb olib, keyin turishlarini tavsiya qilamiz. Toksikoz paytida vitaminlar ichish mumkinmi? Yengil darajada ichish mumkin, og'ir darajada avval toksikozni yengillashtirib, keyin ichish tavsiya etiladi. Psixologik holat toksikozga ta'sir qiladimi? Albatta, kuchli stress, qo'rquv, charchoq toksikoz belgilarini kuchaytiradi. Toksikoz bo'lmasa, demak, homiladorlik noto'g'ri ketyaptimi? Yo'q, bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Toksikozni bo'lish-bo'lmasligi organizmning individual holatiga bog'liq.